Hiç kimde yok uning kulgusi. Biram go'zal, shirin tuyg'usi. Doim kulib yursin. Mehrini Safoning bo'lgan kuni muborak. Assalomu alaykum mehmonlar, xush kelibsizlar. Manalaringizga qadamlaringizga qasarat bo'lsin. Mehrinisa deganlar ham o'z duoingiz. Bizlarga tabriklaymiz. Ömrünüz uzak olsun, şükranediniz tutul olsun. Peygamberimiz olmak boğan günümüzden tebrikleyiniz. Her bir günün işinin çaylı olsun. Günümüzdeki ilmeği arzulikle bulsa emalaşsın. Niyetdaşımız elbette ketlerden, kötülükler, birgelikler. Şimdi kimden namından geldim dermez, sezip durursunuz. Diğer koşuklarımız bilen, dım bo'lmasa she'rlarimiz bilan ifodalab beramiz. Avvalambor sizni bugun yana qutlab kelgan opa-singillar, aka-ukalar, barcha qarindoshlar, nevaralar, albatta onaxonimizning jiyanlaringiz nomidan, Ovsillar nomidan, shaxsan o'zim nomimdan, guruhimiz nomidan, Kayınbikeler namın, emmecanlar, halacanlar namından, emmecanlar. Emmele birinci orunlardan. Yine koşnular namından, koşnular güzel tuturttu çaylı, koşnular namından, Allah'ı da tebrikliyimiz. Koşnucanlar sana teklif kılamız devremize. Bir malal gelip tutak yetişleriniz mümkün. Görüşmeyin okşayırız. Görüşün. Diktir kızımızdan. Boringga ming shukr onasi, sen borsanki olam munavvar. Senga shotir ko'nglim xonasi, sen azizsan hamda mo'tabar. Iborlarni sochib turasan, sen yo'g'ingda hurlar uylar. Sensiz totli o'tmaydi kunlar, sensiz qaysi o'tmaydi to'ylar. Menga shirin farzandlar berding, olam quvonch baxsh etib. Kechir axir g'ofil bandaman, goh-gohida ranjitib qo'ysam deya, bugungi alohida tabrikimiz musofirdan. Davlat mehrimiz o'zimizga shu lambani chimitlab turinglar. Mehrimizdan she'rlar aytdim, eshitmadingiz. Sardarbekning nomidan musofir deyilgan. Eshitishimcha 18 yil bo'ldi birga ekansan. Ko'p vaqtdan bana bu yerda o'zimizning yurtimizda tavallud nishonlangan ekan. Aytgan dedim, men sizni bo'ltirtib bu yil chiroyli qilib, men uni tabriklab bering dedi. Tabriklaymiz. Yuzlari girgaysizlar birgalikda. Haji Momaji bobo bo'lib o'tirgaysizlar. Yaqinlarni bir qator aytib ketaman, alohida tabriklarni. Go'zaloy Ruslanbek oila a'zolari nomidan Mavludaxon bilan Anvaribek. Bular ham oila a'zolarining nomidan tabriklayman. Atirguldan qolishmaydi iforingiz, yiroq ketsam tutaverar xumoringiz. Kunni poykim yo'qdir zarra g'uboringiz, bahorlardan a'losisiz. Onajonlarimizni birinchi o'ringa qo'ygan navbatda onangiz hisobi Malikaxon aytgani nomidan bizni alohida bizlarni bir boshqacha qilib taklif qilgan inoshaytgamiz bo'ladi, bilishimcha. Qolaversa validangiz Yaqubjon akamiz nomidan tabriklayman. Ba'zi bir soatlarga ko'ra kelib turmadilar. Anasini, opasini, anasini, ana deysiz. Opamiz nomidan tabriklar qo'yaman. Yetirasiz. Sog' bo'lgansiz. Ömringiz yara bo'lsin. Endi so'z navbatiga ishlamiz. Malika xonatga mumkinmiz deyishsak birinchi. Chiroyli tilaklar. Emmeler. Bekbaş kazananlar. Esselamu aleyküm. Karındaşlar, gelinler, hemmelerin şu mehri nisanı doğurgan günüyle tebrikliyim. Şu mehri nisaga uzak ömür, bak saadet diliyim. Serdar balam bilen ben karışki,
şu Ümide kızını, Muhammed Ali'ni öğlendirip, kızlarını çıkarıp, şunları bak tahtına sevmek nasip etti. Gelinim ben Melike, gelinim ben bunların şuların sayesinde sayıla bir kızlarına attıklarını rahatını görgü. Attık çoluklarına satılan dalı işini doğrulan güllerin vermek hemen nasip etsin. Hemen Kanada'nda yakşı gün olsun. Yurtumuz tinç olsun evvelim. Hemen sağlık, selametlik dileyim. Ömürleri uzak olsun, isterlerice şu ballarını öğlendirip attık çoluklarını görüp oturmak nasip etti. Sağlık o hemen Kanada'nın da yakşı gün olsun. Rahmet söyledi.